Rasul mana shu ko'rib turgan joyingizda 8 ta xonadon bo'lardi. Net sotik o'zi hammasi mana shu? 8 ta xonadon aytaymi? Shu 2 sotik, 2,5 sotik, 3 sotik joyda istiqomat qiladi. Juda kichkina joy edi-da. 8 ta xonadonga shu 24 sotik joy bo'lsa kerak. Uni chamalab ko'rsam bilasiz. Shu xonadonda yashashgan. Mana Turmush darajasi qanaqa edi? turmush darajasi aytarli yaxshi emas edi. Suv muammo bo'lardi, yo'l muammosi bo'lardi, kirib chiqish juda qiyin bo'lardi. Kichkina tor ko'cha edi. Ilgari avvalo o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ko'p muammolar ko'cha edi. Mana hurmatli prezidentimizni oqilona siyosatlari orqali, sportga bo'lgan e'tiborlari orqali mana shu proyekt, shoyi buzish proyekti, sport maktabini kengaytirish proyektiga 20 yil ag'da shu loyihasi bo'lgandi. Buni yoshligimizda bilardik. Mana shu yilga kelib amalga oshdi. Bundan aholi xursand. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, aholini rozi qilindimi uyini buzib? Hammasi Xudoga shukr rozi qilindi. O'zi yashab turgan holatiga nisbatan ham ortiqcha mablag' olindi. Hammasi kimdir uy sotib oldi, kimdir olgan yer uchastkasiga nima qurdi, uy qurdi. Shu holatlar bo'ldi, hech kim norozi bo'lgani yo'q. Bu mana shu davlatimizni hurmatli prezidentimiz olib borgan oqilona siyosatlari, ularning talabchanligini oqibatda shunday deb o'ylayman. Endi mana qarang, va kengayadi. Hozir loyihasi shunday bo'lyaptiki, qanaqadir yopiq stadion qurilar ekan, sport zal quriladi. Menga uyg'unlashib, tutashib ketadi. Mana yoz paytida sport maydonimiz bor, qish paytiga sport maydonimiz bo'ladi. Bunaqasi bo'lmagan. Kompleks deymiz-ku. Hamma yoq bir joyda mujassam, bir joyda hammasi to'plangan holatda kam holatlar bo'lgan. Mana bu agar quriladigan bo'lsa bayga, biz bemalol xalqaro miqyosdagi musobaqalarni mahallamizda qabul qilish mumkin. Bunga hamma sana ko'rdingiz, yo'llarimiz ham tayyor. Hech qanaqa bir murojaatdan xijolat bo'ladigan joylarimiz yo'q. Sanoat mahallasini imijini bu oldin qanday qilib turardi, hozir qanday darajaga ko'tardi desam, nima deb javob berasiz? Endi men sizga aytsam, o'sha buzilgan uylar o'tgan asrda shu 50-60 yillarda qurilganda, bir tom orasida bitta uy bo'lardi, bitta tom orasida 4 ta xonadon yashagan katta zalda. Endi bu imijini buzib turardi. Hamma mana ilgaridan gap qo'ygan barak derdik. Shu barak bo'lib qolardi. Mana shu baraklar buzilib, shu mashinalar zamonaviy obod mahorat maktabi bunyod etildi. Qoyil do'stlar.